Xo'sh, mana bu qishloqda men ancha vaqtdan beri mer bo'ldim va anchagina boylik orttirdim. Endi men boyman desak ham bo'ladi. Endi o'zimga zo'rroq, hashamatliroq uy qurishim kerak. Lekin joy problema. Menimcha mana shu daraxtni o'rniga uy qurish kerak. Chunki bu Johar uyini oldida joylashgan. Johar uyini oldida yashasam men xavfsiz bo'laman deb o'ylayman. Chunki Johar har tomonlama o'zini himoyalaydi va meni ham himoyalasa kerak. Hozir Johar aytib kelaman va uy qurishni boshla deyman. Sandanam mandanam qolar bu dunyo, bizdanam zo'rdanam qolar bu dunyo. Dunyo. Wow, mendan ham artist chiqar ekan ha deyarli. Nima men o'zimni ishimni qilganim yaxshi, Minecraft o'ynab video tayyorlab, obunachilarni xursand qilganim yaxshi. Yana bitta video tayyor. Endi buni montajini to'g'rilashim kerak. Lekin to'g'risini aytsam, shu montaj qilishga unchalik motivatsiya yo'q. Chunki obunachilarim 95% kanalimda obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Busi juda ham mani asabimni buzyapti. Shunchaki obuna bo'lish knopkasini bosishga qiynalishyaptimi yoki esdan chiqarishyaptimi hayronman. Aytgancha videoni yoqibman ekan. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha. Jigarlar kanalga tez obuna bo'linglar. Chunki apshu, короче, jigarlar, короче, men nima desam ekan, o'zim maqsadlarimni aytib o'tib ketmoqchiman. Asosiy kanalimda yangi yilgacha 50 ming obunachi to'plamoqchiman. Qo'shimcha kanallarimda esa shu oyning oxirigacha 10 mingta obunachi to'plamoqchiman. Bu uchun esa sizlarning yordaminglar kerak. Shunchaki kanalga obuna bo'lish tugmasi turibdi. Ters obuna bo'lasizlar va mana bunaqangi poza chiqarib beraman sizlarga. Tak tez kanalga obuna bo'lasizlar va videoga like bosasizlar. Bu esa men uchun motivatsiya va video oxirigacha ko'rish kerak, chunki eng qiziqlari oxirida deb qo'yadi-ku. Shunaqa bo'ladi. Tak, короче, bugun nimadir qilishni o'ylashim kerak edi, lekin Joha aytdim-u. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? Yur ortimdan, men senga aytaman. Ah, shu yetmay turgandi. Xo'p, yuring, nima qilish kerak? Ortimdan kel. Aha, mayli. Короче, menga mana shu yerga uy kerak. Bitta uy qurib ber, mana shu daraxtni chopasan birinchi o'rinda. Yo'q, jinnimisiz, bu daraxt chopilmaydi, bu menga soya qilib turibdi. Aytganimda qilib chopasan, tushundingmi? Men senga evaziga pul beraman, faqat uy qurib berishing uchun. Qancha berasiz? Hisob kitob qilishni to'g'risi yomon ko'raman. Hozir to'xtab tur, men senga pullarni beraman. Aha, mayli, mana shu yerda turishim kerak. Aniq shu yerga tashlaysiz, chunki 400 $. Нормально. Da, нормально. Короче, xomashyolarni ham beraman. Faqat bergan xomashyomni yasab ber, tushundingmi? Qanaqa xomashyo? Hozir mana taylayapman. Telefonni yasaymanmi? Yo'q, telefonni qaytarib ber. Aha, mayli, mana telefoningiz. Telefoningiz o'zizga bersin. Mana o'zimda bitta telefonim bor. Olmosdan yasaymanmi? Ha, albatta. Telefonim qara, qayerga tashlading? Oldingiz-ku telefoningizda. Jini bo'lib qolibman. Olibman ekan. Короче, olmasdan qur. Men uyni ichidagi narsalarni zakaz qilganman. Kelganida men senga telefon qilib aytaman, uyni ichini bezatasan, tushundingmi? Aha, tushundim. What the olmosdan uy qurdirmoqchimi mer? Judayam g'alati. To'xtanglar. Mayli, menga pul berdi, evaziga qurib berish bo'lsa qurib beraveraman. Narsalarni olaylik. Bu kerak emas. Normal. Lekin polizimga bugun ishlolmaydiganga o'xshayman, chunki agar merda uyini qurish bilan shug'ullansam juda ham ko'p vaqtim shunga ketib qoladi. Mana shu daraxt vobshe hayronman. To'g'risi har doim mana shu yerda bitta shox tushib qoladi. Mana tep-tekis tursa bo'ladi-ku, lekin g'alati, mayli. Chopamiz bu daraxtni. Bu daraxt endi bizga kislorod berib turganda, ammo sizlarga maslahatim hech qachon daraxtlarni chopmanglar, chunki har bir daraxt bizga kislorod ajratib turibdi. Bu hozir men pul uchun yoki boshqa narsa uchun emas, shunchaki merda buyrug'iga asosan. Chunki mer bu bizni nima desam ekan, yashab turgan joyimizni kattasi, ya'ni boshqaruvchisi. Boshqaruvchi bizga nima vazifa buyursa, biz o'shani bajarishimiz zarur. Mana evaziga 3 ta daraxt ekib qo'yyapman. Sizlar ham daraxt kesmanglar joyiga, lekin daraxt ekib qo'yaveringlar. Kesmasdan turib ham joyiga eksanglar bo'ladi. Shunchaki ekologiyani asrashimiz kerak. Daraxtlar biz uchun kislorod manbai va yashashimiz uchun yordam beryapti. Lekin biz qishda sovuqqatsak o'tin yoqishimiz kerak. O'tin esa daraxtdan olinadi. Bu tomonni ham o'ylab ko'rish kerak, lekin bilmadim. Bunaqangi muammolarni biz o'ylashimiz shart emas. Bizdan kattalar bor, o'ylaydigan. O'shaning uchun bu narsalarni o'ylab siqilishni maslahat bermayman. Hozir zo'r qilib bitta uy quraman merga. Lekin mer juda ham boy, ko'ryapsizlarmi? Olmosdan uy qurdiryapti. Men esa daraxt va toshdan qurdirganman uyimni. Unaqangi qimmat, dabdabali, kibrli bo'lishni xohlamayman. Chunki kibr bu yomon odat. Sizlarga maslahat bermayman kibrli bo'lishda. Xo'sh, oddiygina qishda sovuq qattirmaydigan, yozda isitmaydigan, salqin bo'ladigan uy kerak. Bo'ldi, bundan ortiq nima kerak sizlarga?
kamtarlik, oddiylik yaxshi. Maslahatim. Tak, videoga like bosish esa undan ham yaxshi. Tez like bosing jigar. Tak, oxirgi bir ikkita videom faqat otalar so'zi bo'lib ketdi, lekin ammo sizlarga men yaxshilik faqat ravo ko'ryapman. O'shaning uchun yomonlikni muhim o'ylamasligimiz kerak. Xo'sh, tak, merga yana qanaqa o'yinlar qurib berishim mumkin? Kommentariy yozib qoldiringlar yoki u yo'q, qanaqa mer? O'zimga qurishim kerak, o'zim uchun ideya kerak. Tak, kommentariy qanaqa blokdan o'yin quray yozib qoldiringlar. Faqat Bedrockdan demaylik. Bedrockni men qayerdan topaman? Bedrock sindirib bo'lmaydi. Agar bitta noto'g'ri qo'yib yuborsam, уже tamom degan, u qolib ketadi dakansa. O'shaning uchun normalroq blok aytinglar, men uy qurishga harakat qilib ko'raman. Tak, merda o'yin tezroq tugataylik, boshqasi keyin asta-asta bo'layveradi. Muhimi mer bergan bloklar yetsa bo'lgani. Bitta blokda ortiqcha ishlatib oldim. Nichivo. Tak, bu tomonni ham o'zimni qiynab o'tirishimni qaranglar. Tak, shunaqa bitta bosamiz. Tak, bitta bosamiz. Всё, ko'ryapsizlarmi? O'zimni qiynashni yaxshi ko'rar ekanman shu paytgacha. O'zimni qiynamayman mana shunaqa. Blok tugab qoldi. Nichivo. Mana, всё. Endi tepaga bitta chiqib olamiz. To'xtanglar, tepaga mana oddiy yer blok bilan chiqib olaylik. 1 2 yetadi. Tak, endi mana bu blokni qo'lga olib turib, mana bunaqa qilamiz. Voy, dot. Yana qayta tepaga chiqish kerak. Tak, okey. Yaxshi. Bunaqa qilamiz. Bu yerdan qo'yamiz va endi tushsak ham bo'ladi pastga. Pastga tushib turib, voy, yetmas ekan. Mayli. Tak, mana shu yerga bir amallab. Voy, yetmadi. To'xta. Mana. Tak, mana endi bu tomoniga ham qo'yishimiz kerak va bu yerda hozir men yo'l qoldirgandim. Mana shu yo'ldan chiqib ketaman. Bo'ldi. Va obbo, bu yergacha yetib kelmas ekan-ku. Endi qanday chiqaman tepaga? Yo'q. To'xtanglar. Mana bloklarni birinchi qaytarib olay, tashqaridan chiqib qo'yaman. Shunday qilsam menimcha normal bo'ladi. Tak, bitta qo'yib turib ustiga chiqsak, bo'yim yetar ekan, bo'yim 3 metr bo'lib ketmadi-yu, ammo yetadigan darajada bo'ldi. Mana blok to'plashamiz va bizning uyimiz tayyor. Bu yerda deraza bo'lishi uchun avvalo bizga tak oyna kerak. Oynani qayerdan olish desa, bilmayman. Shunchaki ochiq joy qoldirib ketaman. Mer do'st to'g'rilab oladi. Tak, men bir merga telefon qilay. Alo, janob mer, zakazlaringiz yetib keldimi? Ha, albatta, pochtaxonadan kirib ol. Aha, pochtaxonadan kirib olamiz. Pochtaxona. Assalomu alaykum, pochtachi brat. Shuncha narsa kelibdi, rostdan qaranglar. Tak, bularni joylashtirib olsak, ikkita delni qopda. Tak, buni olib qo'yamiz. Bu narsalar ham bizga hozircha kerak emas. Tak, ana endi mana bu narsalarni hammasini olib chiqamiz. Bo'ldi. Endi yetib joylashtirish kerak. Brat, eshigingizni yopib ketaman. Addushi, hurmatim bor siz uchun. Jigardasiz, yurakdasiz. Manaqa narsani nima keragi bor? Qo'rqadimi nimadirlardan? Men hayronman. Mayli, qo'rqmasa menga qizig'i yo'q. Tak, bu tomon yo'q, qo'yib bo'lmas ekan. Faqat ikkita qo'ysa bo'lar ekan. Tak, mana buni olib tashlaylik. To'xtanglar birinchi. Yoki buni olamiz. Buni olib turib, eshikni yoniga qo'yamiz. Mana. Dahshat, o'zini ham o'ylaydi-da mer. O'zini o'ylayotgan mer. Tak, tepani yopmamak. Ana endi normal bo'ldi. Shuni ochar kiradi. Lattali eshik. Voydot, normal narsa zakaz qilsa bo'lmaydimi? Mana. Tak, endi qo'l yuvadigani mana. Qo'l yuvadigani berib qo'yamiz. Tak, yana bu yerda mana bunaqangi narsalar bor ekan. Tak, birinchi buni qo'yamiz. Bu yerga ustiga televizorni qo'yamiz. Televizor. Chunki brat televizor ko'radilar mer. Oshxona jihozlari. Oshxona bilan hammomni birlashtirdik. Chunki bu yerda hozir xonalar bo'lib o'tirishga joy yo'q. Tak, mana bu yer mehmonxona bo'lyapti. Bu esa bu yerga hamda bitta muzlatgich bor. Muzlatgich bu yerga. Tak, bitta bunaqa narsa qolyapti. Buni tak, qayerga qo'ysam ekan? Bu yoritgichda mana shu yerda turadi mana. Hech javob qo'ysa ham qorong'i bo'lmaydi. Yopil. Tak, bo'ldi, hamma narsani qo'yib chiqdim. Faqat bir ikkita mana bunaqa narsalar qoldi, ya'ni himoyalovchi narsalar. Buni o'zimning uyimda ishlatib yuboraman. Hech nima qilmay, yo'q. Biz davlatning narsasini yemasligimiz kerak. Da brat o'zi berishim kerak yoki men tepaga ham qo'yib bo'lmas ekan.
Obba. Nu bunaqangiyam qanday qo'ysa bo'ladi? Mana bunaqa qilib qo'yaymi? Ha, mana cho'tki. Ha, ko'chadan o'tgan odam ustiga sakrasa ham hech nima qilmas ekan-ku bu. Men o'ylardim, qayerdir tegib ketsa odamni вообще azoblasa kerak deb o'ylardim, lekin azoblash xizmati yo'q ekan. Nu mayli, merni bu uyini oldiga ishlatib yuboramiz qolganini. Tak, bu yerga bitta, bu yerga bitta, tak, bu yerga bittasini ishlatamiz va yo'qol bu yerga bitta. Bo'ldi, tugadi. Menimcha normalniy bo'ldi. Mer kelib bu yerda bemalol yashashi mumkin. Men esa bemalol uyimda kirib uxlashim mumkin. Lekin undan oldin Minecraft o'ynab video olishim kerak, chunki obunachilarimni hurmat qilaman. Obunachilarim uchun video tayyorlashim kerak. Kechasi svetni o'chirib, yo, qorong'i ekan. Tak, ozroq Minecraft o'ynab video tayyorlasam, Minecraft'im juda ham normal FPS ochyapti. Ko'ryapsizlarmi? Voy, dot 500 FPS. Normal 40 ta mod bilan 500 FPS. Juda ham ajoyib degani. Jigarlar, короче, bugungi video mana shundan iborat edi. Videoga like bosdingizmi yo'qmi eslab ko'ring. Agar bosmagan bo'lsangiz bosing. Mani o'ynam dabdala bo'lib qopti, qaranglar. Olmos bilan birlashib ketibdi. Bu juda ham loy degani. Ha, kanalga obuna bo'lganingizni ham tekshiring. Agar bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.